Assalomu alaykum, hurmatli boyovutliklar. Kuni kecha prezidentimiz raisligida mahallalarga yangi muhit olib kirish hamda mahalla yettiligi faoliyatini yangicha tashkil etish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasi eng avvalo mahallalarda, odamlarning turmushida va kayfiyatida yaqqol namoyon bo'lishi zarurligi alohida ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari xalqimiz azaldan kunni obodonchilikdan boshlaganini, ozodalik va saranjomlik hukm surgan maskanlarda fayzu baraka bo'lishini qayd etdi. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oya ostida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan yurtimiz bo'ylab mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. Aziz yurtdoshlar, bugundan boshlab Boyovut tumanidagi 31 ta mahallada keng ko'lamli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Mahallalar, ko'chalar, xiyobonlar, qabristonlar, ijtimoiy soha obyektlari va jamoat joylarida umumxalq hasharlari tashkil etiladi. Barchangizni ushbu ezgu ishlarda faol ishtirok etishga chorlayman. Har birimiz yashab turgan ko'chamizni, xonadonimiz atrofini ozoda saqlasak, daraxt va gullarga mehr bilan qarasak, mahallamiz yanada chiroyli va fayzli maskanga aylanadi. Ayniqsa, yo'l chetlari va ariq zovurlarga plastik idishlar, maishiy chiqindilar hamda boshqa keraksiz buyumlarni tashlamaslikni barchadan so'rab qolaman. Atrof muhitni asrash bu nafaqat bugungi, balki kelajak avlod oldidagi mas'uliyatimizdir. Bugungi jazirama kunlarda ekilgan ko'chatlar va yashil hududlarni asrab-avaylash har qachongidan ham muhim. Daraxt va ko'chatlarni ertalabki salqin paytda yoki kechqurun muntazam sug'orish zarur. Zero bugun ekayotgan har bir niholimiz ertaga farzandlarimizga soya, musaffo havo va go'zal muhit baxsh etadi. Hurmatli boyovutliklar, obod mahalla, obod tuman esa obod vatan demakdir. Shunday ekan, mustaqilligimizning 35 yillik bayramini munosib kutib olish yo'lida barchamiz birlashaylik. Mahallalarimizni yanada obod, ozoda va ko'rkam maskanga aylantiraylik. Ishonchim komilki, sizlarning hamjihatligingiz, tashabbuskorligingiz va fidoyiligingiz bilan Boyovutimiz yanada chiroy ochadi. Keling, mahallamiz obodligi uchun birgalikda harakat qilaylik.